Diqqat, aholiga tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni bilan tabrikladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga yo'llagan bayram tabrigida yurtdoshlarni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligi bilan muborakbod etdi. Davlat rahbari fashizmga qarshi kurashda qatnashgan vatandoshlarni jasorati va front ortida fidokorona mehnat qilgan insonlarning xizmatlari hech qachon unutilmasligini ta'kidladi. Ushbu unutilmas kunda avvalo jang maydonlarida tengsiz jasorat ko'rsatib, insoniyatni fashizm balosidan xalos etishga munosib hissa qo'shgan qahramon ota-bobolarimizning so'nmas xotirasi oldida bosh egib ta'zim qilamiz, deyiladi tabrikda. Qayd etilishicha, Ikkinchi jahon urushi davrida 6.800.000 aholiga ega bo'lgan O'zbekistondan 1.950.000 kishi urushda qatnashgan. Ulardan 500 milliondan ortig'i jang maydonlarida halok bo'lgan, 158.000 dan ziyodi bedarak yo'qolgan, 60.000 dan ortig'i esa nogiron bo'lib qaytgan. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa-da, bu ayanchli raqamlar qalblarimizni hali ham iztirobga soladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tadbirda o'zbekistonlik harbiylarning jasorati ham alohida qayd etildi. Xususan, urush davrida 214 mingdan ortiq askar va ofitser orden hamda medallar bilan taqdirlangani, 301 nafar yurtdosh Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgani aytildi. Prezident urush yillarida O'zbekiston frontining muhim ta'minot bazasiga aylanganini, xalq urush hududlaridan ko'chirib keltirilgan 1.5 milliondan ortiq insonga boshpana berganini eslatdi. Shuningdek, ota-onasidan ayrilgan 250 ming nafar bolaga mehr va g'amxo'rlik ko'rsatilgani ta'kidlandi. O'sha olovli yillarda xalqimiz hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun deb kecha-yu kunduz buyuk safarbarlik ruhi bilan yashadi, deyiladi murojaatda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.